Men qalayda. Yo'q, men Mr. Maxni dapida qoldi. Sen noob. Mana shu yerda 100 kun yashab qolishing kerak. Yashab olmasang olmoslarni ola olmaysan. Menda qancha olmos berasiz menda? 1 million. Yes! Endi men yashashim kerak. Kimdir meni uxlatdi. Dedi men bo'ladi uxlab. Mr. Max, buni kim qildi? Ha, do'stlar, hammaga salom do'stlar. Bugun men Abiboni utasizman. Qaranglar, o'zimda ham boy qo'yib olganman. Hey sen, men bu uyimni bermayman. O dara. O'zimda uy qo'yib olaman. Qo'sh, daraxt chopishni boshlab bo'ldingmi? Mana chopyapman, Mr. Max. Yaxshi, chopaver. Men ketdim. Kim edi bu Mr. Max? Ha, bu meni o'rtog'im Jamol edi. Nanati. Harunozini Barglarni ham chop, bu yerdan shunki daraxt tushadi. Tayoqcha ham. Bo'la qol, chop. Bittasi tushdi. Tayoqcha tushdimi? Daraxt. Nekib qo'yasan, shundingmi? Yana tayoqcha. Men kutishni yomon ko'raman, noob. Tezroq daraxtlarni ek. Siz uxlaying, Mr. Max. Uyg'oning, Mr. Max. Nima bo'ldi? O'ylatyapti men. Uxlab qolibman zerikkan. Oynakni sindirsang yutqizasan, shundingmi? Sindirsimda jichi qoldim. Tezroq 4 ta daraxtni ekib qo'y. Nima, sen ularni maydalamoqchimisan? Yog'ochda aylantilaman ularni. Men endi men buni qo'yishim kerak-da. Ha, hammasini qo'yib. Bitta mana bu yerga. Xo'sh, endi qayerga qo'yay? Mana bu yerga. Va Aqldisini bittasini men bu yerga qo'yib qo'ying. Xo'sh, seni meni yedirma yog'ochi bor bu yerga qo'yib qo'yaman. Ajoyib turibdi. Sandig'imga qara. Sandig'imda? Yoppana bora. Men Nayzani qanday ishlatishni bilasanmi? Bilaman. Ber, o'rgataman. Mana, qara. Qani qilib turaman? Qara, mana bu yerga turib. Qilib bittasini shapaloqqa solasan. Kim o'ladi? Oynani sindirmaylar, Mr. Max. Mana ko'ryapsanmi? Yaxshi-yu, zo'ru. Bo'pti, men mas'ullar bilan maxluqlar bilan ulashaman. Mana senga hattoki qalqon ham berdim. Qo'y, nima qilganing bu? Bu atam domini bo'lmasdan-ku. Qalqoningni kiyib ol. Bu atam domini bo'linglar. Kiyib ol qalqon. Qalqon qani? Hilbolban betib olibdi. Qani? Hilbolban? U menimcha pastda ko'rinyapti. Ha, mayli. Yechib qo'yaver. Mayli. Bu menimcha shunchaki bug. Mana unga qo'yib qo'y. Endi nima qilmoqchisan? Men bulida men bir narsa qilishim kerak. Bu ishni quloq berma. Voy, men senga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Nima edi? Mana. Ey. Nanati, nimada? Mr. Max, hali sizni ozishga chiqaman. Ha, men seni emotsiyalaringni olib qo'ydim. Ha. Hozir yana bir narsa to'sataman.
Hop. Bo'pti, men jiddiy uxlab olaman. Nima bo'ldi hozir? Daraxtlar o'smayapti. Dur biz. Yani hozir daraxt o'sadi. Ko'zingni qo'ysangiz ko'zingga qaratib solaman. Bu yoqqa tegmisdan og'zingni chichaman. Hozir ko'ramiz kim og'zingizga chiqishini. Qani bu yoqqa kelchi iplas. Oh, ajoyib. Bu yerda 3 ta narsa turibdi. Xudo do'stlar qaranglar, men uchishni o'rgandim. Mana. Sen buni qanday qilding? Xudodan o'ldi. Daraxt o'sdi. Daraxt o'sdi. Qani chop. Endi daraxtlarni chopdi. Barglarini chopma, barglar o'zi to'kiladi, tushundingmi? Men o'zim olaman. Barglar o'zi tushadi. Men o'zim olaman deyapman. Bo'l. Barglarini chopsang o'ldiraman. Bo'l, chop dedi. Gapirmayapsan, nimaga gapirmayapsan? Men daraxt chopishdan batman. Siz esa ovozingizni ochiring. Xo'sh, endi senda yana 24 ta daraxt bor. Mana bu daraxtlarni ham olamiz. Buni sindiryapsiz. Sindirib olish kerak. 48 ta bor. Endi mana bu yerga kichkina olma. Kichkinagina uycha quribdi. Qanaqa? Siz bizda eshik yo'q, Mr. Mix. Men Mr. Beastman. Mr. Mix emas. Meni uyim shunaqami? Ha, mayli, hech narsa bo'lmaydi. Bo'pti, qurishni boshladik. Durdi qo'lga ham uy kerakmi? Durdi qo'l yo'q. Mayli. Balkim itni tug'arsan. It burida itlar to'lmayapti. Bitirmasa uy yetadi. Ha, to'g'ri, yetadi. Kravatni nechayap kir. Bo'pti. Voppali. Endi nimada bo'pti, mayli. Bizda Yo'q, bu yerda tosh yo'q ekan. Kechir, men senga tosh topaman. Bizda endi tezroq eshik kerak. Men eshikni qanday yashashni bilaman. Bu eshik bizdan meni kerakmas. Bu yerdagini uyni ichiga kirib qo'yaymi? Yo'q. Bo'ldi, uying tayyor. Bu meni kerak bo'lmaydi o'zicha. Xo'p, meni qayerga qo'yasan? Men bu yerga qo'yib qo'yaman. Endi mazar dam olaman. Men itti buloqda saqlanmayman, bilayapti. Mayli, sig'mayapsan. Yana tushib qoldi. Nima, seni omading nimcha ko'p seni? Omadlarim pasta topda, men bu yerga qo'yib qo'yaman. Apuni bu yerga qo'yaman. Qo'sh, qiladigan. Mana bu yerlar. Unda sizlarni maslarni itti bora ko'rsataman. Xo'sh, obunachilarga xayr deb qo'y. Axir birinchi qism tugadi, to'g'rimi? Birinchi qism qanday tez tugaydi? Axir biz hozir nima qilamiz? Axir birinchi qism tugadi, to'g'rimi? To'g'ri do'stlar. Qani birinchi ma'bullarni chopishim kerak. Mana uydacha ham o'sib qolibdi. Xo'p, obunachilarga xayr de. Obunachilar. Xayr. Mr. Max menda albatta olmos berishsiz kerak. Xayr.